Hammalarga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda bitta zo'r ishonchli saytimizda sarmoya tarzda ham ishlasa bo'ladigan saytda juda ham katta pul ishlasa bo'ladigan sayt hisoblanadi. Kriptovalyuta ishlab boramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilsanglar, buni qanday qilishimizni ko'rsatib beraman. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishlarini so'rab qolaman. Xo'p, videoni ko'p cho'zib o'tirmayman, saytga o'ta olaman, faqat obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun bizga kerak bo'ladigan saytimiz mana shu free.tr deb nomlangan saytimizga kerak bo'ladi. Mana saytni ko'rib borishingiz mumkin. Juda ham chiroyli dizaynda ishlangan va bu saytda bitta o'zi emas, hamma kriptovalyutada bu saytda saytlar bor. Misol uchun FreeBT seni bosadigan bo'lsa, ustiga mana bizani FreeBT saytiga olib o'tadi. Yoki boshqa Free Ethereum ishlaydigan, Ethereum ishlaydigan saytga olib o'tsa boshqacha. Bitcoin Cash ishlaydiganga o'tkazsak, xuddi shunday, lekin ichi sistemasi bir xil ishlaydi. Lekin bizga Tron удобный bo'lgani uchun, o'zi Tron zo'r bo'lgani uchun sizlar bilan Tronda ko'rib boramiz. Tak, 200 mingdan ko'proq inson bu saytda hozir pul ishlayapti. Biz birinchi bo'lib saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Registratsiya degan joy bor. Bu yerga birinchi yo'lagimizga mana bu yerga ism yozib qoldirasizlar. Ikkinchi yo'lagimizga elektron pochtalarni Gmail yozasizlar. O'zingizlarga kerak bo'lgan, albatta mavjud bo'lgan 3 va 4 qatorga bir xil parol o'rnatasizlar. Qanaqadir 8 xonalidan boshlanadigan birorta son yoki harf o'ylab topishinglar kerak. Esingizda qolsin. Mana bu joyga bitishga bosib, zaregistratsiya degan joyni bossanglar bo'ladi. Mana bu joyda o'zi yozilgan turadi, unga tegishli shart emas. Va zaregistratsiya degan tugmani bosasizlar. Keyin esa akkauntlar va login tugmasini bosish orqali dastlab registratsiyada kirgizgan email hamda parollarni kirgizib akkauntlarga kira olsanglar bo'ladi. Mana ham akkauntim bor, hozir kirib videoni davom ettiramiz. Xo'p, mana akkauntimizga ham kirib oldik. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lim ochiladi. Tak, mana bunaqa kran sayt hisoblanadi bu do'stlar. Bu Tron kriptovalyutasini kran orqali har soatda kirib ishlab olishimiz mumkin. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz levellar bor. Qanchalik katta levelga chiqsanglar, shunga yarasha ko'proq pul ishlab olishingiz mumkin. Mana levelim hozir bronzada. Soatiga 0.02 Tron olaman. O'yinni ko'proq o'ynab, silverga o'tib olganimdan keyin 0.16 Tron ishlayman. Undan keyin gold uroveni bor, 0.24 Tron beradi soatiga. Platinum urovenda 1.2 Trondan beradi. Diamondda 7.2 Trondan va Masterda 50 Trondan beradi. Hozir bu qancha bo'lishini sizlarga tushuntirib beraman. Agar mana shu bu levelga chiqib olmaganlardan keyin. Xo'p, mana kalkulyatorga kirib oldik. Soatiga platinumga chiqib olsanglar eng minimum 1.2 Tron beradi. 24 soatda bu 28.8 bo'ladi. Buni hozir kunda so'mga hisoblaydigan bo'lsak, 115 ming so'm. Bu sizlarga kuniga 115 ming so'm pul olib keladi. 30 kunda bu 3.450 ming. Bu saytdan $300 shunchaki oson ishlab olishingiz mumkin. Tak, keyingisi 7.2 Tron Diamond uroveni ko'rdinglar boya. Bu bizga soatiga olib kelib turadi. Buni biz 24 soatga hisoblasak, 172 Tron bizga olib kelib turadi bir kunda. Buni so'mga hisoblasak, bu bizga kuniga 700 ming so'm pasti pul olib keladi. Buni 30 kunga uradigan bo'lsak, bir oyga 20.736 ming pul. Biz bitta saytda o'zdan ishlab olishimiz mumkin. Xo'p, keyingisini ko'rdinglar, 50 Tron, adashmasam 50 Tronda olib keladi. Bu so'mga hisoblaydigan bo'lsak, bu soatiga 200 ming degani. Va ko'paytiramiz 24 soatga, bu 4.800 ming bir kunda ishlab olishimiz mumkin do'stlar. Bir kunda $400 ishlashimiz mumkin. Va buni 30 kunga hisoblaydigan bo'lsak, $144, bu $12.000 degan kamida. 144 million so'm bir oyda ishlab olishimiz mumkin bitta sayt orqali. O'shaning uchun bu saytni sizlarga tavsiya qilib o'tmoqchiman. Sayt ishonchli, ishlasa bo'ladi. Mana bunday qilib katta o'ringa chiqqanlardan keyin получениeni bosasizlar, mana sizlarga o'zingizlarga o'xshagan qaysi levelda bo'lsanglar beraman. Menda hozir 0.02 Tron berdi. Sizlar qaysi o'rinda tursanglar, mana shu o'rinlarga qarab beradi. Tak, mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, eng kattasi Master va eng ko'p pul beradigan ham shu. Mana shu aytayotganimdek, mana shu Platinum Diamond hamda Master o'rinlarga chiqib olish uchun o'ynab, undan keyin sarmoyali tarzda mana shu kran saytlar, mana shu har soat kirib saytga
Tron ishlab yechib olishinglar mumkin. Eng qizig'i, bu saytdan minimum pul yechib olish do'stlar. Bitta Vivid degan joyda ko'radigan bo'lsak, eng minimum pul yechib olish bu 5 tronni tashkil etadi. Minimum mana 5 tron. Tron adresiga yechib olasizlar pulni. Komissiya 0.1 tron atiga oladi. Xo'p, bu saytdan juda ham ko'p pul yechganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Ancha ko'p 13 tak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ta bo'lim bor. Har bir bo'limni hisoblasak ham kami bu saytdan do'stlar mana 130 ta ko'p 130 marotaba ko'proq pul olganman bu saytdan. Anchadan beri ishlab boraman bu saytda. Va depozit degan joyi bor do'stlar. Depozit degan joyda misol uchun sarmoya qilmaganman men bitta ham. Sarmoyasiz tarzda men bu saytda ishlab borganman. Lekin kattaroq urovengga chiqishinglar uchun sizlar sarmoya kirgizishinglar mumkin va buning uchun mana bunaqa sizlarning ham akkauntinglarda shunaqa adres chiqadi yoki QR. Mana shu adresni mana skopировать degan joyini bosib nusxalab olasizlar. Nusxalab olganinglardan keyin o'zingizlarning elektron hamyoninglardan Binance'dan yoki qanaqadir boshqa Bitget yoki Coinbase shunga o'xshash hamyoninglardan bu saytga pul o'tkazsanglar bo'ladi. Agar sizga Tron kerak bo'ladigan bo'lsa, agar sizda bunaqa walletlar bo'lmasa, Binance yoki boshqa, faqat sizda kartangizda so'm bo'ladigan bo'lsa ham buni iloji bor. Telegram orqali menga aloqaga chiqsanglar, men sizlarga so'mni Tron qilib o'girib beraman. Ya'ni menda Tron bo'ladi. O'sha Tronni sizlar sotib olishinglar mumkin so'm evaziga va sizlarga qanday qilib kошелек ochishlarni ham o'rgatib o'taman. Xullas, muammo bo'lmaydi. Va bu yechib olgan pullarimizni so'm qilib yechib olsak bo'ladi. Eng minimum shu 5 tron aytayotganimda shu 20 ming so'm pul bo'ladi. Ko'rdinglar, akkauntimda juda ham ko'p pul yechilgan bu saytdan 25, 16, 12 tron. Hozir ham pul yechib olishimiz mumkin. Undan oldin esa sizlarga saytni tashlab o'taman. Mana bu yerda kontakti, настройка degan joyi bor do'stlar. Tak, mana bu yerda sizlar birinchi dastlab ro'yxatdan o'tganinglardan so'ng emailinglarni tasdiqlashingiz kerak. Uning uchun mana bu yerda sizlarda yozuv bo'ladi. Mana shuni ustiga bitta bosasizlar, email pochtalarga xabar keladi. O'sha xabarni kirgizishingiz kerak. Va mana bu yerda shunaqa sizlarning xavfsizligingizni ta'minlaydigan joylar bor. Bular bilan tanishishingiz mumkin. Cashback degan joy bor do'stlar. Bu saytda o'yin o'ynab account level ko'tarishingiz mumkin. Va levelinglarni ko'targaningizda sizlar agar pul yo'qotib qo'ysanglar, undan 5% har hafta sizlar ishlab borishingiz mumkin. Misol uchun 100 trondan 5 tron sizlarga har hafta qaytaradi. Shunchaki hech narsasiz. Bu juda ham zo'r degani bu. Xo'p, mana bu yerda partnyor degan joy bor. Bunda do'stlarni taklif qilishingiz ham mumkin. Konkurs degan joyi ham bor. Mana bu yerda ko'rib borishingiz mumkin. Konkursda do'stlar, misol uchun eng ko'p оборот qilganlarga bu sayt tomonidan mukofot beradi. Hozir birinchi o'rindagi inson 16.528 tron оборот qilgan va buning uchun 500 tron, ya'ni 2 million so'm pul har hafta o'ynalyapti va o'shani yuta oldi bu inson. Yuta olmadi, endi hali vaqt bor, lekin katta ehtimol bilan yuta oladi. Mana bu yerda eng kami ko'rgan bo'lsanglar 1270 tron оборот qilgan 10 tron beradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa referral konkurs bor. Bu yerda ham pul ishlab olishingiz mumkin. Ya'ni siz qancha ko'p оборот qilsangiz, shunga yarasha mukofot ham olasiz saytda. Mana bu yerda esa ko'radigan bo'lsa, men hozir bronzadaman 50.96, silverwatchimga ozgina qolgan. Ozgina emas, 50%, lekin bizda cashbacklar bor, shuncha tezroq chiqishimiz mumkin. O'yinlarni ko'rgan bo'lsanglar, juda ham ko'p o'yinlar bor. Sizlar bilan hozir ko'rib borishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana bu o'yin misol uchun yangi qo'shilgan o'yinlardan hisoblanadi. Misol uchun kirib bitta bosadigan bo'lsanglar, mana shu mashinaga kelishdan oldin o't olishinglar kerak bo'ladi. Tak, o't olamiz hozir. Bizani hozir urib ketdi, qaytadan o'ynab ko'ramiz. Xohlasanglar, misol mana shu joyda o'yinni tugatsanglar ham bo'ladi mana. 1.14 koeffitsiyentga pulimni ko'paytirdim. Tak, chiqamiz bundan. Mana bu o'yinlar bor. Shu o'yinlarni o'ynash orqali misol uchun pul kirgizib, ashtaqasi o'ynab, yutqizganlardan keyin summani ko'tarib o'ynab, yana yutganlardan keyin shunday qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana yana ko'tarib olasizlar, yana yutqizganlardan yana ko'tarasizlar. Xullas, mana bunaqa yutib olishinglar mumkin. Unaqa oson, qiyin emas o'ynash.
Ya'ni yashil tomonga o'tsa siz yutasiz, qizil tomonga o'tsa yutqazasiz. Xo'p, hatto ruletka ham bor. Ruletka orqali ham ishlasanglar bo'ladi. Sizlarga taktika aytadigan bo'lsam ham, mana bundan har bitta katayni to'ldirib chiqasizlar. Mana shunaqa to'ldirib chiqqaningizdan keyin do'stlar, hech qaysi katayda qolmaslik kerak. Va bunday qilib tikib ketaverasizlar. Sizlar ozginadan pul yo'qotib borasizlar. Juda ham kam summa yo'qotib borasizlar. Tak. Hozir mana bitta o'ynab ko'ramiz. Endi bu оборот uchun sizlarga ko'rsatib beraman. 50 ga 96 edi mana foizini ko'ramiz. Qancha bizani foizimiz ko'tarildi. Xo'p, mana ozgina pul ham yutib oldik biz. Tak, endi saytdan chiqamiz. Mana 50 bo'ldi. Ko'rib turganingizda level ko'tarsak bo'ladi, uncha qiyin emas. Va mana shu o'yinlardan o'zingizlarga keraklisan o'ynash orqali levelinglarni ko'tarsanglar bo'ladi. Mana 5000 tron оборот qilinsa, bu saytdan silverga o'tishim mumkin bo'ladi. Silverga o'tganimdan keyin 50 ming tron oborot qilsam, mana shu goldga, 500 ming qilsa platinumga, 5 million qilsa diamondga, 50 million qilsa masterga chiqiladi. Shu platinum, diamond, master urovlarga chiqolganingizdan keyin eng kami $300 va ko'rib turganingizlardek juda ham katta summa. Bir oyda o'zida adashmasam boya hisobladik. Soatiga уже bir kunda 4 million 800 topdik, bir oyda 144 million, ya'ni $12,000 bu saytdan ishlab olishimiz mumkin. Bitta saytda o'zini har oy sarmoyasi stabil $12,000. O'shaning uchun ishlab borishinglar mumkin. Mana bitta o'yinlar bor. Xohlasalar zadaniyalarni bajarsanglar ham bo'ladi. Mana shu o'yinlarni o'ynash orqali pul ishlab borishinglar mumkin. Buning uchun mana shu aytgan bu, misol uchun mana shu ilovada kirsak $131 bizga berar ekan. Buning uchun ilovani ochib ro'yxatdan o'tishimiz kerak va zadaniyalarni bajarishimiz kerak ekan. Yoki mana $170. Eng kami ham do'stlar mana 6-12 sent bor ekan bitta bo'ldi. Prosta mana bitta WordPress Office yuklab olsak bo'ldi ekan. Xuddi shunaqasi ham ishlasanglar bo'ladi. Yoki mana bu yerda ham bor, mana bu yerda ham bor. Juda ham ko'p do'stlar pul ishlash usullari bor. O'zingizlar ko'rib turganinglardek. Albatta bu saytda linkini kommentariyada opsiyasini qoldiraman. Kirib bemalol ro'yxatdan o'tib ishlashingiz mumkin. Qanaqadir tushunmagan narsalar bo'lsa bemalol kommentga yozsangiz atvet qilaman. Kimgadir qanaqadir tron yoki boshqacha kriptovalyuta kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram linkini qoldiraman. Shu videoning tagida bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Yoki qanaqadir tron big bo'yicha qanaqadir akkauntlarimiz ham bor. Shunga kimgadir gold urovendagi akkauntlar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqishingiz mumkin. Video yoqqansa like bosib, saytda pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.